Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizning kuzatuvchilar. Bugun 14 fevral holatida Xudo xolasa global salonining ikkinchi filialidan sizlarga narx-navolar, Xudo xolasa yangiliklarni aytib o'tib ketamiz. Esa videoni ko'rishda davom etamiz. Shoshmasdan ko'rsangizlar videoni Xudo xolasa yangiliklar bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Binoni Xudo xolasa remont qismi ham bo'ldi. Endi bir ochilish marosimi qoldi. Xudo xolasa tez kunda ochilish ham qilamiz. Yangilikdan qilib ko'ramiz. Yine bizni o'g'il Alibek Xudo xolasa yangilikdan olib boshlaydi. Esa bir yandan videoni ko'rsatishda davom etamiz, narx-navolarni aytamiz. Esa kuzatasizlar, Xudo xolasa like, podpiska bossangizdar, chiroyli narxlarni aytib ketamiz. Tushunmovchiliklar bo'lsa, bemalol savollaringizga javob beramiz. Esa Alibek, esa videoni ushlaysan. Xudo xolasa boshlab beramiz. Assalomu alaykum, sog' salomatmisizlar, tinchmisizlar, uyingizdagilar tinchmi? Xudo xolasa bugun 14-mart holatini global salonning ikkinchi filialidan narx-navolar bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Hozir birinchi narx-navolarni aytishdan eldik. O'sha yengil mototsikllarni birma-bir so'raganlar bizlardan shu yengil mototsiklar bo'yicha kichkina suhbat quramiz Xudo xolasa. Endi videomiz sal cho'zilishi mumkin, lekin shuni shoshmasdan, qistammasdan o'zbekchasini, o'zimizning xorazmchasini qistammin ko'rsangizlar, like bilan podpiska bosinglar. Agarda savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozsangizlar, Xudo xolasa har bir savolingizga javob beramiz. Kreditlarimiz ochiq. Kreditlar umuman muammo yo'q. Esa boshlaymiz. Birinchi boshlaydigan narsamiz Lifan model 130 kubalik bu modelimiz. 100 kilometrine 2 litre benzin yedi. 100 kilometrine 1,5 litre, yanlışımız uzun. 100 kilometrine 1,5 litre benzin yedi. 3 litre bak sığımı. Motosikle 5000 kilometre garantiye verildi motosikle. Motosikletimiz görüp duralarınızda kartelli benzinine avto salınmıydı. Narxı 13 milyon 500 min son. Bu motosikletimiz narxı. Keyingi motosikletimiz GeForce Moto. GeForce motomuz bu Lifan firma qarashli 150 kubalik motor bilan jihozlangan bir gul shitirli e'tibor bergan bo'lsangizlar zashtalari bor, dugalari motosiklet 4000 kilometre garantiya beramiz. Motosikletimizni bugungi narxi 18 milyon son. Bu Lifan'ımızın. Undan tashqari Lifan'ni 150 2 degan modeli Arı'na nispeten bu başkaça düzülüşü. Bu Lifan'ın çisti özü e'tibor bergan bo'lsangizlar 150 kubalik motor bilan jihozlangan 5 skorossdan iborat. 100 kilometrine 2 litre benzin yedi. 100 kilometrine 2 litre benzin yedi. Motosiklet 10.000 kilometre garantiye verildi. 10.000 kilometre. Motosikletni 17'lik diskler bilan jihozlangan, orijinal diskler bilan sepleri zaşta kılıngan. Ertenge bemalol çangda, toprakta haydasangiz ham motosikletni sepi tozmaydi, ömrü uzak bo'ladi. Motosikletimiz kartelli. Motosikletimizning tezligi 120 tezlik. 120 tezlikka bemalol motosiklet chiqadi. Motosikletning narxına keladigan bo'lsak, motosikletning narxi 19 milyon so'm. Gelsangizlar kelishtirib beramiz. Undan tashqari Lifan modelini 150 kubalıkı var. E'tibor bergan bo'lsangizlar, bu 150 kuba gavdasi başka motosikletlere nispeten katta. Tezligi 160, tez yuradi motosikletimiz. Lifan'ni 150 ga qaraganda buni gavdasi katta. Ko'rib turarlaringizda, ko'pchilikning talabina binoan bu motosikletni olib kelganmiz. Motosiklet 10.000 kilometre garantiya beramiz. Bugungi kundagi motosikletimizning narxi 21 milyon so'm. Motosikletni e'tibor bergan bo'lsangizlar, DC qismlari ham o'zgacha dizayner bilan qilingan, chiroyli. Oldilari ham sportli. E'tibor bergan bo'lsangizlar, nima uchun qimmat desangizlar, oldilari ham sport xili. Tormoz sistemalari oldinda sher yurak bor. Sher yurak qaranglar, bu chiroyliligini. Narxi 21 milyon so'm bu motosikletimiz. Endi yana ko'pchilik Dayun deb so'radilar. Dayun deb Xudo xolasa Dayun motosikletimizni ham olib keldik. Dayun motosikletimizni yine görüp turibdi. Bu Dayun motosikletimiz alt tormozlari sportli. Motor 200 kubalık motor bilan jihozlangan. Qisdan meni olsangiz Alibek, qarang endi oldindan ko'rsatibman, oldindan motosikletni yoqib ko'rsatamiz. Chiqandi svetlari.
Svetler yandı mı? Mototsiklimiz shunday holatda yana. Svetlar yanib turibdi. Mototsiklimizni e'tibor bergan bo'lsangizlar, mototsikilimizga 5000 kilometr garantiya beramiz. Dayun sifatli mototsikl, gulshitri 2 gulshitr. Bunda 1 gulshitr yo'q, 2 gulshitr. E'tibor bergan bo'lsangizlar, orqa tarafida qarab ko'rsatibman. 2 gulshitrli 200 lik motor bilan jihozlangan. Oldinda bemalol suv solib qo'ysangiz bo'ladi yo'lga chiqqan vaqtda. O'zi dizayneri boshqacha buni oldida, umuman yangi holatda. Mototsiklning disklari 18 lik diska bilan jihozlangan, 18 lik diska bilan. Mototsiklimiz bugungi kundagi narxi 24 million so'm. Agarda kelsangizlar, narxini yana tushib beramiz, xudo xolasa. Albatta bu o'zimizni klientlar uchun, doimiy klientlar uchun xudo xolasa narxi 24 million so'm kelishtirib beramiz. Keyingi modelimizga keladigan bo'lsak, Lifan modelimiz Crosshair deyiladi. Lifan Crosshair 200 lik motor bilan joylashgan. Nomi Tral. Lifan Tral degan modelimiz. 200 lik motor, 17 lik disklar bilan jihozlangan mototsiklimiz. Mototsiklni ko'rsangizlar, arka amortizator qismlari ham ligrovka qilinadi buni. Arka amortizator qismlari ligrovka qilinadi. Tepaga ko'tariladi, ipasa tushadi. Mototsikl miyaqki, e'tibor bersangiz, juda ham miyaqki mototsikl. Endi undan tashqari 100p zaryad beradigan joylari ham bor, 100p'lari. Mototsiklimizni 10.000 kilometr garantiya beramiz. Sifat bo'yicha nomerada hisoblanadi. Mototsiklimizni bugungi narxi 26 million so'm. Mototsiklning narxi. Keyingi modelimiz G-Focus. Lifan Tral'a qaraganda, Extra'ga qaraganda sal kattaroq mototsikl hisoblanadi. Endi diskasiga keladigan bo'lsak, 15 lik diska, lekin 50 pokrushkalar. E'tibor bersangiz, 50. 17 lik diska deylik, 17 lik diska, 3'e 50, 17 lik. Endi mototsiklimiz 200 kubalik motor bilan jihozlangan. Mototsiklning bugungi narxi 26 million so'm. Undan tashqari Lifan modelini 250 kublisi bor. Bu 250 kublimiz e'tibor bergan bo'lsangizlar, 21 lik diska bilan jihozlangan. Arla 17, 19 bo'lgan bo'lsa, bu 21 diska. Oldlari tormoz sistemasi, support, oldini amortizatorlarına kelsangizlar 90 lik amortizator. Bu amortizator ham tikkasini ishlaydi. Motor 250 kubalik. Motorning umuman tuzilishi boshqa mototsikllarga qaraganda o'zgacha. Alt tormozlar ham support, arka tormozlar ham support. Mototsikl chisti, original mototsikl 250 kubalik. Bu amerikanskiy variant deyiladi. Sifat bo'yicha 10.000 kilometr garantiya beriladi. Bu kumda, yo'l tanlamas, bemalol haydashingiz mumkin. Xohlagan sharoitda, xohlagan sizni aytgan ishlaringizni qilib beradi-da, talabingizga javob beradigan mototsikl hisoblanadi. Narxina keladigan bo'lsak, bugungi kundagi narxi 36 million so'm bu mototsiklimizni. Undan tashqari yengil mototsikllarga e'tibor berib tursangiz, narxlarni aytib qo'yamiz. Keyingi modelimiz Yadaya. Yadaya bu sportli mototsikl hisoblanadi. 400 kubalik mototsikl. Bu 400 kubalik mototsikllarimizni 5000 kilometr garantiya beramiz. 2 porsionli 19 lik diska bilan jihozlangan. 19 lik diska bilan oldlari support tormozlari. Endi buni bugungi narxi 38 million so'm. Bu mototsikllar dollarga kelgan hisobına dollarga kelgandan so'ng dollarning kursi o'zgarib turadi. Shunga qarab narxlarni belgilaymiz. Balkim tushishi mumkin. Dollar bizga tushsa, xalqimizga bu foyda bo'ladi. Sababi dollar tushgan sayin mototsikllarning narxi tushadi. Bu mototsiklimiz narxi 38 million so'm. Endi yana qo'shimchasini aytadigan bo'lsak, ko'pchilik kommentariyada yozibdi. Bu mototsiklimiz Benda 700 kubalik, 4 silindrli, 700 kubalik, endi ko'rib turalaringizda Brembo tormoz sistemasi bilan jihozlangan mototsikl o'ta bomba mototsikl hisoblanadi. Endi mototsiklga keladigan bo'lsak, mototsiklga 10.000 kilometr garantiya beriladi. Umumiy vazni mototsiklning 260 kilogramm. Alt balonlar, arka balonlarına e'tibor beringlar, juda ham katta. Motosikl sifat bo'yicha nomerada bizani Xorazmda mazza qilib haydaydigan bolalar bor. Mototsiklni xudo xolasa sizlarni kutib qolamiz. Motosikl 12.000 dollar. 12.000 dollardan hozirgi kunda ko'pchilik kommentariyada tushib bering deb kelsangizlar tushib beramiz. Bemalol xudo xolasa Xanqa Global saloniga kelsangizlar
Çıraylı narxlarda, massakilerin gelişilen halda nakbul, kredit farkı yok. Bize gelişilen halatta beraberimiz. Görsetseng bir de crossover modellerimiz var. Görsetkeningdi. Indi bir menimçe 15 gün oldu bize yokmuz. Sefer Dünyan hesabına videolardan kem çıkıp başlap berdi. Yine daha halasa geldik. Videolarını alışta devam kılamız. Yengiliklerini kılışta devam kılamız. Da halasa videonu kıstanmayın görüp like bilen patpiske basıp meni vilayetteki dükkanlarım var. Kaşkadarya, Surxondaryo bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Agarda qaysi viloyatdan oluvchilar bo'lsa, aloqa chiqsangiz biza nomerlarni beramiz. Bemalol bizning narxda shu yerdan massakilar olishingiz mumkin. Kreditlarimiz bemalol ochiq. Ko'pchilik kreditni ichki holatda olinadi. Kreditlarimiz plastikingizda pul tushib turgan bo'lsa, plastikingizni olib kelsangiz, plastikingiz orqali berishimiz mumkin. Keyingi holatda hokimiyat adamchisi orqali olishingiz mumkin. Endi bezilli massakilarga keladigan bo'lsak, kelinglar. 2 metrlik, 2'ye 1.30'lik, 2'ye 1.30'lik, 250'lik motor bilan jihozlangan bu kvadrotsiklimiz Elp massakil, Elp Motors'a qarashli. Görüp turalaringizdek kvadrotsiklimiz o'ta sifatli, xudo xolasa, garantiyalar bilan beriladi. Oldinda qo'shimcha motosikl batib qolgan vaqt kvadrotsiklimiz qo'shimcha tartqichlari bor. Undan tashqari yuk tortishi 2 tonnadan mototsiklimiz yuk tortadi. Endi mototsiklni samosval deydiganlarga samosval ham qilib beramiz. Bugungi kundagi narxi har xil mototsiklni motorni kubuna qarab 39 milyon so'mdan 37 milyon so'mdan mototsiklni narxi bor. Agarda mototsiklni 200 kublidan alaman desangiz 37 milyon so'm, 250 kublidan alaman desangiz 38 milyon so'm. Undan tashqari 39 milyon so'mlikda 250 kubli panajinli xili 39 milyon so'm. Kimga shunday motosikl kerak bo'lsa, xudo xolasa bemalol aloqa chiqib olishingiz mumkin. Endi Cavallo brendida chiqqan mototsiklimiz bor. Ko'rib turalaringizda 220'ye 140. 220'ye 140, 200'lik motor, Zonshun motor. Mototsiklimiz ko'rib turalaringizda panajinli zadniy mostda joylashgan. 2 ramlı, aldılarını gösterip ver, aldığından süvet yanışın. Özbekçe programmalar koyulan mototsiklimize bugünkü gündeki narxı 26 milyon so'm mototsiklni. Endi undan tashqari kabinali mototsikllarimiz bor. Kabinali bemalol 100% zashta qilingan mototsiklimiz. Bunda 300'lik motor bilan jihozlangan kabinali mototsiklimiz bugungi kundagi narxına keladigan bo'lsak 34 milyon so'm kelsangizda geliştirib beraveramiz. Bu 34 milyon so'mga kabinali benzinli mototsiklimiz xudo xolasa 31 milyon so'mdan bor. Kelsangizda buni chiroyli narxda sizlarga dastakka qilib beramiz. Endi undan tashqari ko'pchilik so'raydi-ku endi eng zo'r mototsikl qaysi deb. Eng zo'r mototsikllarimiz Neustar и Hunji. Hunji'ye geladigan bo'lsak, Hunji'ni e'tibor bergan bo'lsangiz 220'ye 140'lıkı elektronli samosval hisoblanadi. Elektronli samosvalda e'tibor bergan bo'lsangiz qardan kesilmaydi. Qardanda kesik yo'q yine ko'rib turibsizlar. Bu hala sotuvda boshqa joylarda yo'q. Elektronli banda bachoklara joylashgan. Bu akkumulyatordan aladida samosvalni ishlatib beradi. Zadniy mostlarga keladigan bo'lsak, o'ta baquvvat zadniy most qo'yilgan. Tormoz sistemaları jitkisli, prostoy emas, support, qo'shimcha Isuzu Risol'lar qo'yilgan mototsiklimize Isuzu Risol'lar. Undan tashqari mototsiklda 250 kubalik Hunji Yaponiskiy motor joylashgan. Mototsiklni motoruna 5000 km garantiya beriladi. Maza qilib haydaysiz, nomerli mototsikl kelsangizlar, xudo xolasa samosval zavodskoy 34 milyon so'mdan beramiz. Endi samosvallarning turi ko'p. Xudo xolasa video davomida aytib o'tib ketaveramiz. Neustar modelimiz e'tibor bergan bo'lsangizlar, Neustar 220'ye 140 2,5 tonnalık mototsiklimiz 25 milyon so'm. 220'ye 140 2 ramlı Neustar orijinal motosikl, chisti Yaponiskiy motor bilan jihozlangan Lavol orijinal, panajinlari korobkaning o'zida joylashgan, narxi 25 milyon so'm. Neustar 2 tonnalık Neustarimiz воздушный motor, 200'lik motor, 2 metre 140 kuzov, zapaska bo'lgan har narsasi komplektida bor. Naq bo'la 21 milyon so'm. Narx-navolar
menimçe narx-navolara e'tibor berasizlar. Ko'pchilik narx-navo aytmaydi. Chunki narx-navo aytsa, qandaydir kamchilik bo'lishi mumkin-da. Endi biz narx-navo aytib ketamiz 21 million so'm. Demash mototsiklimiz yangi chiqqan vipskasi 220 ga 140 kuzov voyanniy mototsikl hisoblanadi. Bu motosiklimizga keladigan bo'lsak, xudo xolasa bu mototsiklimiz 25,5 million so'mdan bemalol kelib olishingiz mumkin. Benzinli mototsiklimiz yana Demash modelimiz 180 130 kuzov 200 lik motor 8.5 RAM 12 lik disklar bilan jihozlangan Vodinnoy panijinisi bor. Motosiklimizning bugungi kundagi narxi 20 million 500 ming so'm. Shunday motosikl hech qayerda yo'q. Fakat bu Xankada global salonda bor. Kelsangizlar, bizning do'kondan 1,5 tonnalik mototsiklni 20 million 500 ming so'm benzinli variantini olishingiz mumkin. Undan tashqari Alp motorsni xudo xolasa 180 ligi 24 million so'm. Vodinnoy 2 tonnalik bemalol kelib olishingiz mumkin. Alp motorsimiz 19 million 500 ming so'm. Alp motorimiz 17 million so'm. E'tibor beringlar, 17 million so'm, 19 million 500 ming so'm. Bundan tashqari numerali mototsikllardan hisoblanadigan eng zo'r mototsikl olaman desangizlar, Hunji 18 million 500 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa 18 million 500 ming so'm Hunji narxi tushdi. Kelasizlar, zo'r narxda olasizlar. Hunji 2 tonnalik mototsiklimiz 24 million 500 ming so'm. Kimga kerak? Fakat bu Xanka globalda bor. Hech qayerda bunaqa narxlar yo'q. Numerali mototsikllar eng zo'rlari 24 million 500 ming so'm, 18 million 500 ming so'm. Esa aloqa chiqib kelaverasizlar, xudo xolasa sizlarni kutib qolamiz. Hozir podval qismimizga o'tib ketamiz sizlarga. Podval qismimizda elektrik mototsikllar bor. Videoni kuzatishda davom etamiz. Oxiridan ko'ramiz. Like, podpiska bosinglar erinmasdan. Xudo xolasa tez kunda o'yin qilamiz. Kim agarda shu o'yinimizda qatnashsa, inchalik do'stlarini podpiska qilib, do'stlarni tarqatishda davom etsa, xudo xolasa podarkasi bor. Esa biz stop etib turasan. Hurmatli obunachilar, bizning bu podval qismimizda balandligi 4 metr, 4 metrdan ziyod. Xudo xolasa vasat sportimiz o'zimizning Xanka tumanida sotildi. Ertaga olib ketadilar buni. Bugun kamchiliklarni tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa mototsiklni bir qator proverka qilib, bu mototsiklimiz Spark'ning 400 kubalik mototsikl, ko'rib turganlaringizda mototsikl o'ta chiroyli. Alt tormozlar ham sportli, bilasizlar, 2 support joylashgan oldindan ABS'li. Undan tashqari mototsiklni yoqib ko'rsatamiz bir qator, ha? Esa eshitib turasizlar, xudo xolasa mototsiklni yoqib ko'rsatamiz. Hozir eshitamiz esa ovozini tinchishga kerak. Ejektorlar. Xudo xolasa mototsiklni yangicha tayyor. Endi bu mototsiklga keladigan bo'lsak, bu sportli mototsikl hisoblanadi. 400 kubalik mototsiklimiz. Xudo xolasa naqd pul o'zimizning Xanka tumanidan berildi. Mototsiklga 10 ming kilometr garantiya beramiz. Ko'rib turganlaringizda mototsikl o'ta chiroyli mototsikl hisoblanadi. Endi rasxodga keladigan bo'lsak, mototsiklning rasxodi 100 kilometrini 3,5 litr benzin mototsiklimiz. 400 kubalik motosikl hisoblanadi. Umuman motosikl sifat bo'yicha nomerlardan hisoblanadi. Endi kimga undan tashqari Gentra mashin kerak bo'lsa, kommentariyada yozasizlar, Gentra mashinni ham sotamiz. 770 nomeri, yangi, hali yurgani 10 ming kilometr yurgan.
Kime gerek olsa bemalol aloqa chiqsangiz, xudo xolasa chiroyli narxlarda beramiz. Undan tashqari yangi Malibu'miz bor. Probegi bor, endi yurgan. Xudo xolasa kommentariyada fikrlarni qoldirsa, gerek olsa beramiz. Endi bana keladigan bo'lsak, bu qismimizda mototsiklning yuragi bo'lgan Hyundai modellarimiz bor. Hyundai Skymax. Undan tashqari elektrichkalar. Bu elektrichkalarni xohlagan turingizni kelsangizda, xudo xolasa, narxlarına keladigan bo'lsak, 12 milyondan boshlanadi. 12 milyondan 14 milyon 500 ming so'mdan elektrichka motosikletlarimiz bor. 12 milyondan 14 milyon 500 ming so'm adashmadığınızda hakikaten 12 milyondan başlanır başı itibar verseniz de 12 milyondan 14 milyon 500 ming so'm Skymax elektrichkalarimiz var. Xohlagan modelinizi gelip renklerini tanlab olishlarınız mümkün. Bu motosikletlarimizga 1 yil davomida kafolat beramiz. Xudo xolasa 6 batareykalar hammasi 2025 yil motosiklet. 2025 yilda girib kel, sveji xudo xolasa kelsangizda bular ham chiroyli narxlarda xudo xolasa sizlarga dastlabkisi bilan qilib beramiz. Faqat Xorazm ichida dastlabkamiz. Bundan tashqari bana ko'rib turganlaringizda elektronik samosval, qo'sha balon, Hyundai'ning har xil modellaridan bor. Asa videoni ko'ramiz oxirinadan xudo xolasa sizlarni 2-etaj bilan tanishtiramiz, 3-etaj bilan tanishtiramiz, 4-etaj bilan tanishtiramiz. Asa yuqori chiqamiz. Do'stlar, xudo xolasa bu 4-etaj qismimiz. 4-etajimiz sklad hisoblanadi. Bu skladimizda hamma modeldan bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, Hyundai, Zallon, Real Moto. E'tibor beringlar, 2,5 tonnalık Real Moto. 2,5 tonnalık Real Moto'ya qaranglar, garantiyalari 10.000 kilometr. Motosiklet 220'ye 140, narxi 23 milyon 500 ming so'm. 2,5 tonnalık adashmadingizlar 23 milyon 500 ming so'm xudo xolasa Xanka Global salonda saylab xohlagan xilingizni olasizlar. Undan tashqari e'tibor beringlar, kavallarni durishini qaranglar, kavallarni. Kime gerek kavallo? Eng arzon narxlarda faqat Xorazm Xanka tumanida joylashgan. Kelsangizda hamma joy kavallo, Hyundai, Newstar 21 milyon so'm motosiklet, 2,5 tonnalık motosikletlar Воздушный 21 milyon so'm. Do'stlar, 21 milyon so'ma 2 tonnalık motosiklet bermeydi. 2 metrlik Newstar 21 milyon so'm. Xohlagan turingizda modellar bor. Yine götürürsə, sveji, quyoshda qolgan emas, quyoshda qolib e'tibor bergan bo'lsangiz, motosiklet quyoshda qolsa plasmassalar sinadi, oldlari sarg'ayib qoladi. Endi sifat qachaveradi-da. Bular hammasi sveji turibdi. Bemalol kelib chiroyli narxlarda xudo xolasa Sara motosikletlar yetkazib beramiz. Gelinglar, yine bu qatorda 17 milyon so'mlik motosikletlarimiz bor. Bu anda Bodo motosikletlarimiz bor, 23 milyon so'm. 24 milyon so'm har xil Laçın motosikletlarimiz bor. E'tibor berib turibsizlar. Skladni bir qator ko'rsat. Asa do'stlar, hammangizni kutib qolamiz. Kelsangizlar, xudo xolasa, chiroyli narxlarda motosikletlarni yetkazib beramiz. Bu videoda shoshmasdan ko'rsangizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirsangizlar, xudo xolasa biza keyingi rolikda sizlarga har bitta so'zingizga javob beramiz. Kommentariyada yozsangizlar, asa sizlarni kutib qolamiz. Asa ko'rishda davom etamiz. Hali videoni to'xtatmaymiz. Endi ozgina rolik qilamiz, keyin to'xtatamiz. Asa ko'rasizlar. Bu 3-etaj qismimiz. 3-etajimizda elektronik motosikletlar. Elektroniklar bakı 8 milyondan başlanadi. 8 milyondan elektronik motosikletlarimiz 14,5-16 milyondan elektronik motosikletlarimiz var. Birden türü köp. Endi bir de hazır bir cami bolup bir 400 ta motosiklet bo'ladigan bo'lsa, har bittasini aytaman desek, videomuz köpayib ketadi. Shuning hisobini sar kamaytirdik. Kelsangizlar, narxlarni chiroyli qilib berilaveradi. Ey do'stlar, xudo xolasa tanlashda adashmaysizlar. Kelaverasizlar. Xanka Global saloni. Hurmatli obunachilar, esa xudo xolasa undan tashqari yana bir narsa aytib ketamiz. Hozir bu video davomida satılan motosikletlar bor, klientlarga satılan motosikletlar. Satılan motosikletlarni ham olamiz. Videolarni ko'rasizlar, ko'pchilik endi satılan motosikletlarni ko'rishlari kerak. Izini davom ettiramiz. Satılan motosikletlarni ham bir qator ko'rasizlar. Xudo xolasa like bilan podpiskani bosinglar.
Bundan tashqari mototsikllarning dokumenti bo'yicha ham nomerlarni ham biz o'zimiz salonimizda beramiz. Kimlardir nomer kerak bo'lsa, mototsikllar nomer kerak bo'lsa, bemalol bizning salonga kelsangiz, xudo xolasa, nomerlaringiz ham salonning ichida bizada. Gayga borib yurish shart emas. Elektrichka bo'lsin, benzinli mototsikllar bo'lsin, hammasini nomerini, dokumentini shuni o'zida bitirib beramiz esa. Asa hammangizga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Kelaverasizlar Xanqa Global saloni. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun 15 fevral endi bugun, 15 mart. 15 mart holatini yana ko'rib turamiz. Akşam geçte qo'ydik. Xunje modellerimiz geldi. Nomer adayım bilasizlar. Eng sifatli motosikl hisoblanadi, benzinli Xunje. Xudo xolasa bir kontenerda 48 dana joylashgan o'sha hozir furada 48 dana Xunje modelimiz geldi. Fakat bu bilasizlar nomer adayım global salonda bo'ladi. Xudo xolasa kelib chiroyli narxlarda mototsikllarni alasizlar. Eng zo'r mototsikllar. Tanlashda adashmaysizlar. Sifat bo'yicha nomer adayım hisoblanadi. Hazır yük düşürüş devam ettirdi dostlar. Hammasi Xunje. Ranglarini ham adden qo'yinglar buni, qirchilmasin. G-Fox modelimiz 1,5 litr raskot 100 kilometrini 13 milyon 500 ming so'mcha sotib berdingizlar buni? Get hey. Bahasını gördün mü internet nerede? Mayli böyle 12 milyon 800'e verildi. Hürmetli obunachilar, xudo xolasa keyingi modelimiz Kegeli, Kocaeli'ye Xunje'nin 250'lik motor воздушныйsini naq pula 24 milyon 500 ming so'm verildi birata. Motosikl ma'qul keldimi sizga? Ma'qul. Ko'ngilli bo'ldimi? G'alaba oldi, motosikl ko'p aql. Gördün iki etajdan gördüm. Yol boyundan ko'rib keldim de. Hamma yerda ko'rib Xunje'ni tanladingiz. Xudo xolasa tanlashdan adashmabsiz. Eng zo'r motosikl Xunje nomer adayım. Xudo xolasa kelaverasizlar Xanqaga Global salonga kelasizlar. Faqat Xanqaga kelasizlar. Sog' olinglar. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, keyingi modelimiz Xunje'nin 2 metrlik 200'lik motorlusu. Siz neresi sağlıyorsunuz? Şimbay'dan, Çimbay'dan. Çimbay'dan bıraktığımızda kredite 26 milyon sonra verildi şu mototsiklimiz. Kredit narxı. Size makul geldi mi motosikl? Yaxshi keldi. Bu YouTube'dan ko'rib kelib edim. YouTube kanalida. Narx-navo, kredit narxlari ko'ngilda bo'ldimi? Zakoniy bo'ldi. Boshqalardan farqi nechi? Endi boshqalarga boshqa yerda tavrak arzonlagan bu. Arzonmagan. Nelarga bordingiz? To'rtko'lga bordim. Yana nereye bordingiz? Manzilga bordim. Xorazmda nereye bordingiz? Xorazm tavrak Gurlangada bordim. Tavrak joyga bordim. Hammaga ko'rib keldingiz, ha? Narx-navo ma'qul keldimi shunda? Mesela yaxshi kunlar mening og'am motosikl xayrli olsun. Izi ko'payaversin. Qachon geçti? Hammani Xanqa Global salonga ketamiz. Xanqaga kelsangiz, narxlar chiroyli qilib, arzon qilib beramiz, ha? Mesela reklam etamiz sonra bilata. Sağ olun. Mesela bırak işlerini bitirip berpe. Bakın burası 13 Mart günü keyingi sodamız 220'lik Xunje oldu воздушный. 250'lik воздушный motor 220'ye 140'lık. Kredit oldu mu aslında ki kredit ha? Kredite o 27 milyon sonra. Ama motosikl yaktı mı? Narxını olsan mesela razı mısın sakı? Güvenceler zarzanmay ki. Ben bilemedim. Halkamı yetişip yol kodayadım ben. İnternette görürsün. YouTube'da mı Instagram'da mı? Tebrikimiz ama izler getiriyorsun. Yaxşı günler zamanı. Hemen küçük kanalımız var. 13 Mart. Evet. Başladınız mı? Hürmetli obunachilar, bugün 13 Mart holatini o'zimizning Yangi Bozor tumanida zaparamizda naq pula 20 milyon 500 ming so'mga demash berildi. Bu demash 200'lik motor, 200'lik motor. Kuzov razmeri 1.80. Bugün de buldum. Yaxshi kunlarimiz, xayrli bo'lsin shu mototsiklimiz. Tanlashda adashmaysizlar, Xanqa Global salonga kelsangizlar, chiroyli narxlarda mototsikllar yetkazib beramiz. 20 milyon 500 ming so'mga 1,5 tonnalik mototsikl. Fakat Xanqada. Aldım bu 20 milyon 500 ming Hürmetli obunachilar, xudo xolasa 2 mototsiklimiz ham hozir Qoraqalpog'iston Respublikasiga Chimbayga yetdi. Kredit berildi, yani götürüyorlarınızı hazır yükleyimiz. Biz hem menzilini bilərsək, Xanqa Axın Babayok'ta Global salon. Deyim, ola geçenizdə çırayın naqlada xudo xolasa yetkazib beramiz. Ertelek sodamız Xunje oldu. 2 metre 1.30'lık vadimli ay.
4 yıl Türkmenlik'e verdik. Bu evde Xudo kalasa Maman'ın ikinci motosikli. Doğru mu? Ava, ikinci masekli. İkinci motosikli. Motosikli yaktı mı? Ava, Nak navası da hemen razı mısınız? razıyız. Kendiniz oldu mu? Rahmet sevdalarınız ola versin. Hakkınız gelsin. Hem beni kütük kalamız bulamamak zaman. Gelir istediğim ha. Buna çıkan 14. Mart günü Kengis odağımız Skyl Max oldu. 1.30'a 1.80'lik 68 6 kilometre 1800 mi 1800'lik motor. Biz hem kanka verdik. Kredit öğretti biliyorsun. Ama basın gidelim muhabbet. Nark olsa mesela razı mısınız? Başka zahara karan daha nark olan çıkıyor. Ama yaxşı güzelce verin. İyi hareket yaptık. Yamağa gelir işte. Nasıl ki zorları kankada. Tamam yurda zor, niye küçük duruyor? Öyle zor şeyler. Bakalım mesela 14. Mart günü yine Kengis odağımız Alp Motorsport. 26 güzel madinler motor. Saması var. Fakat kalan çıkabilir. Olaması gerektiğinde nark havasan mesela lazım saf. Hep bir piyasa diyen bu yana. Baktan da iyi. Nark havasan 15 bin. Limana geliriz de. Teleşler açmalar. Onlara bir salın. 5. masakelimiz Hunze masakeli oldu. 220'ye 140 masakelimiz. Motor 250'lik. Samasval masakelimiz 4 yıldan. Kime aldınız? Kurban. Kurban. 4 yıldan kurban ağamıza 33 milyon zaman nak pula verildi. Samasval masakelimiz. Ağa Soda'dan nak navada razı mısınız? Razı. Hemen yeni görüp geldiniz ahır. Şu YouTube'da, internette gören bakama ahır. Ağa hayırlı olsun. Toylu araydın. İyi makineler alırsın. Basın gazını. Tebrikliyimiz ağa. Ne üstel masakel oldu? 220'ye 140. 200'lik motor. 8'e 5'lik rama. Masakelimiz Nakpula. Bagat'tan izleyin. Kim Bagat'tan? Bagattan kazanıp takıyor. Bagat'tan Atacan'ın tahrağımıza 28 milyon sonra verildi. Nakpula. Zavaskoy Samasval. Masakelimiz. Zapaskesi hemen önce görüp aldığınız matıyız. Nark navada razı mısınız? Razımız. Esas şu Rozayı Ramazan'da oynayıp gülüp haydeyin. Hayırlı olsun. Savdalarınızı versin. Rahmet. Şu halk için şunçalık hayırlı işler ettir tura rahmet. Rahmet ağa. Dekanlardan bize yokşan. Size hem şu dekancılıklarınızı inlaştırıp gelesil makinede geyiz. Rahmet. Hayırlı olsun. Basın ağa. Yakşı. Sen yakırak gelir indi avazımız. He başlayacak mikrofon bakı. Hürmetli abonatçılığa başladın mı? Hürmetli abonatçılığa bir gün Xudo xolasa 13 Mart halatına özümüzni 4 yıl rayonuna 4 yıl rayonuna Kırdita Hunjeni 250'lik motor 220'ye 140'lık Kırdita 33 milyona verildi. Adı ismi? Mahmud. He Mahmud ağa. Kırdit narko 33 milyon oldu. Masekilimiz 250'lik motor 90'lık Vilke 220'ye 140 kuzu. Kırdit narko 33. Ağam masekil makul geldi mi? Tamam. Köngilde oldu mu? Kemçilik yok mu? Yok. Razı mısınız? Evet. Yakşı güller eminin. Ava. Hayırlı olsun masekilimiz. Gelirse Hanka Global salona telleşte taşmışsa Xudo xolasa. En zor masekiller şöyle numara değiller. Keçe 6. Mart günü bittesini aldı neydi? 24,5 milyonca. Real motorlu. Bir güne yine 2 tasını aldı. 220'ye 140 motor 200'lik masekiller. Keçe bitti aldı neydi? Bir gün 2 tane aldı. Paragana vilayeti Özbekistan tumanı. Kokan. Kopan şehir. Kokan şehir Özbekistan tumanı. Erkek savdadan naklamadan razı mısınız? Razımız. Gördünüz ahır. Hadi Eğlendik. üçelaziyem hayırlı olsun. Rahmet. Toylar ceyden. Sağ olun. Naklamadan hemen yeni görüp geldiniz ahır. Görüp eğlenip şu joyda kıdırıp geldik de bana aldık. Allah'a şükür. Şu Roza. Roza'yı Ramazan günlerde akalarımız skit yakıp veriştiler. Rahmet ege. Hizmetlerden İlahim şu Roza ayağında oynayıp gülüp bineceğiz. İlahim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Basın gazını. İlahim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Basın gazını. Özümüzün Xanka tumanına Hunze motosikeli oldu. 1.30'a 2 metrlik kuzup, 200'lik motor, Nakpula Vadimnoy. Nakpula 25 milyon 500 bin so'm oldu. Eğleri kamera düşüşe uyaldılar. Tebrikliyimiz, izi maşın olsun. Köklerini minin. Yakşı. Yakşı. Hayırlı olsun.
Size geleveresine şunday çılaylı narxlarda savda kılıveremiz. Özayımızın Karakalpakistan Respublikası 50 Kala tumanına Allah yarbağa oldu. Kunce 200'lik motor. 1.30'a 2 metrlik kuzup Vadimnoy Kunce motosikletin nak pula 25 milyon so'm oldu. Baba sodada razı mısınız? Razımam. Normal değil mi? Normalni hemmesi. Arzan mı? Arzan hemme derselerini koşup zapaskisi var mı, başkası var mı hemmerini verdi. Dım yaxşı. Ben özüm razımam. Motosikletim yaxşı. Gelinle alınla. Oldu. Kemçilik yok. Kemçilik yok hiç kam. Hemen ersesini aldık. Komplet. Zapaskesi. Kaski paski hemen esasını berediken. Aydın. Oldu. Hese boğa tebrikliyimiz. İyizi Rahmet. başın olsun. İlahim Basın. açkaların gelsin. Şirin bıratlana. 50 kala. Bas ellik. Kavala motosikli oldu. Kavala motosikli 220'ye 140 kuzov bilan jihozlangan 200'lik motor. Motosiklimizə kurtcha, kaska, zapaska balon, boshqa biletlar hammasini qo'shib berdik. Naqd pula 25 milyon 500 ming so'm berdik. Ağa savdodan razımısınız? Rahmet, lazım olsun. O'zingizni bir samimiy tilaklaringizni aytib bersangiz podpischiklari. Rahmet yine motosikli aldık, motosikli işleşi yaxşı. Hemen gelip şu alışa ne veremiz? Teklif kılamiz. Yaxshi kunlaringizning izi mash'um bo'lsin. Sağ olun ağa. Sağ olun. Bo'ldi? Növbette savdamız özayımızın Bagat tumanında oldu. Kavalo brend aslında işlep çıkılgan motosikl Vadimnoy 1.40'a 220 kuzup 200'lik motor nak pula 25 milyon 500 bin so'ma verildi. Jora sodada razı mısınız? Razımım da. Normal değil mi? Rica etmez. Zakonlu. Kemçilik yok mu? Kemçilik yok. Zakonlu. Komplektli zapaske balo, zapaskesi hemen ersesini görüp aldınız ha komplektinde. Daha görüp aldım. Mesela tebrikliyimiz, izi maşın Evet, sağ ol. olsun. Basın. Assalomu alaykum. Bugün 9 martda keyingi savdomuz Skillmax motosikli bo'ldi. Bu motosikl 1800'lik miya, 1800'lik motor, 68'lik akkumulyatordan 6 dana bo'ladi bunda. Buni Qoraqalpog'iston nega satdik buni. Dostavkasini aytib beramiz Xudo xohlasa. Buni egasi bilan uylanmaga vaqt bo'lmadi bugun. Egasi yetib qoldi. Dostavkani chiqarib beramiz bu Xudo xohlasa. Demash brend aslında işlep çıkılgan motosikl 200'lik motor 1.20'ye 1.80 kuzup Vadimnoy nak pula 20 milyon 500 bin so'm oldu. Biraz sodadan razı mısınız? Razıyım. Normal değil mi? Arzan hem yerde Ulan hem beni ağzım. hem yerde görüp geldiniz. Mesela tebrikliyimiz. İzi maşın olsun. Basın. Üçüncü, dördüncü motosikletlerimiz 220'lik New Star motor 200'lik motosikletimiz Ankara Karamağız'dan kim aldınız abi? Yani ben oramıza 24,5 milyon so'm pula verildi nak pula. Ağa sodadan naklamadan razı mısınız? Kasketi, zapasketi mözlerini aldınız mı? Ağa hayırlı olsun. Soylara edin. Sodadan razı mısınız? Basın hayırlı olsun. 5. 4. motosikletimiz 1.10'den. Kime aldınız? Sen de yok. Bunu bıratımızga aldık. Çıkardı kim? Sabrahan, oldun Pogrov'u. Sabrağımıza 2 metrelik, 2 metre 1.30 Kunce motosikletimiz, 200'lik motor, brendinde motosikletimiz 25,5 milyon so'm verildi. Nak pula. Sodadan naklamadan razı mısınız? Razıman. Bu ikinci motosikletiniz olacak benimce. Ikkinchi o'zim birinchisini o'zim oldim, ikkinchisi Kaskesi ödün görüp aldınız abi. aldık hammasi joyida. Naklamadan sodadan razı mısınız? Razı. Daha hayırlı olsun. Rahmat sizlarga da. İzi makineler olsun. Amin Basın aytmas abi. kelsin. Azan bilan soda Kunce motosikl oldu. 2 metrelik, 2 metre 1.30 motor 200'lik mototsiklimiz Kunce mototsiklimiz 1.10'dan kim aldınız? Salih Talgat. Salıyor Talgat ülkemize 25,5 milyon so'm nak pula verildi. Dostavkası hemen içinde. Kaskesi, dankrantı hemen görüp aldınız ha. Zapaskesi. Narxlamadan, sodadan razı mısınız? Razımız. İnternette görüp duran bakanız. Makinası yok ağır. Yok gördük. Beğensin yaxşı. Ese ülke hayırlı olsun. Toylaraydı. İzi makineler olsun. Basın. Rahman. Nomer atayın. Global salonu adaşman. Tellavda. Skillmax motosikli bo'ldi. Mana kreditda 17 million so'm chiqarib berdik. 68'lik akkumulyatordan 6 dana joylashgan, kilometr 100 kilometr yurib beradi. Adınız kim ağa? Bekcan. Navoiya Bekcan ağamıza sattık Xudo xohlasa. Ağa narxlamadan ko'nglingiz to'ldimi?
Yaxşı günlərə mining. İzi maşınınız bu patlıçlar aytdın. Yaxşı günlər, toylara buyuraversin. Vallahi sağ olun. Gələrsə çox baxalada savda verəmiz. Masakil taraf. Mototsiklimiz azan bilan soda Hyundai mototsikl oldu. 2 metrlik, 2 metre 1.30 motor 200'lik mototsiklimiz. Hyundai mototsiklimiz Benoni'den kim aldınız? Salih Talgat. Salıyor Talgat ülkemize 25,5 milyon soman nakbula verildi. Dastapkesi hem öde içinde. Kaskesi, dankrantı hem ödün görüp aldınız ha. Zapaskesi. Narıklamadan, sodadan razı mısınız? Razımız. İnternette görüp duran bakanınız. Makinası yok ağır. Yok, gördük. Beğensin yaxşı. Ese ülke hayırlı olsun. Toylaraydı. İzli makineler olsun. Basın. Rahman. Nominatı İnkılaba Salonu Adaşman. Tellavda. Skill Max motosikli oldu. Bu motosikl 1800'lik miyə, 1800'lik motor. 68'lik akkumulyatordan 6 dana boladı bunda. Bunu Karakalbakistan nəgə satdıq bunu. Dastavkasına mətbərimizə baxaqsa. Bunu EYS bilən videomağa vaxt olmadı bugün. EYS yetib qaldı. Dastavkası çıxar bərəmiz yoxda qalxmasa. Tez savdamız özelimizden Benoni tumanına oldu. Demaş brand aslında işlep çıkılgan motosikl 200'lik motor. 1.20'ye 1.80 kuzup. Vadimnoy. Nakpula 20 milyon 500 bin soğan oldu. Biraz sodadan razı mısınız? Razıyım. Normal değil mi? Normal. Arzan hem elde Ulan hem beni ağzına. hem elde görüp geldiniz. Ese tebrikliyimiz. İzi maşın olsun. Basın. Özelimizin Bagat tumanına oldu. Kavalo brand aslında işlep çıkılgan motosikl Vadimnoy 1.40'a 220 kuzup 200'lik motor nakpula 25 milyon 500 bin soma verildi. Jorası odadan razı mısınız? Razıyım. Normal değil mi? Güzel ben zakonlu. Kemçilik yok mu? Gençlik yok zakonlu. Komplekli zapaske balo, zapaskesi hemen ersesini görüp aldınız ha komplektinden. Daha görüp aldım. Mesela tebrikliyimiz izi maşın Evet, sağ ol. olsun. Basın. Kavala motosikli oldu. Kavala motosikli 220'ye 1.40 kuzov bilan cihazlangan 200'lik motor. Motosiklimizə kurtça, kaskaya, zapaskaya balon, başqa bir atar həməsini qoşub verdik. Naqd pula 25 milyon 500 min son verdik. Ağa savdadan razı mısınız? Rahmet, rahmet. Lazımız. Sayın direktörlər izah etmişsiniz patpisçilərə. Rahmet yine motosikli aldık. Motosikli işləşi yaxşı. Hemen gelip şu alışa ne veremiz? Teklif kılamış. Yaxşı günlər əminin izi maşın olsun. Sağ olun ağa. Sağ olun. Bu oldu? Demizli Xanka tumanına Hyundai motosikli oldu. 1.30'a 2 metrelik kuzup 200'lik motor. Nakpula Vadimnoy. Nakpula 25 milyon 500 bin soğan oldu. Eğleri kamera düşüşe uyaldılar. Tebrikliyimiz izi maşın olsun. Köklerini mi? Yaxşı. Yaxşı. Hayırlı olsun. Sen geleveresler şimdi eşilayla nakpula savda kılıyoruz. Allah ya bu. Şu ağam bakanmam ayta vereyim mi? Hava. Neçe oldu? 25. 25 deyiz. Elbette. Şimdi 24 yarım edda yine birden bendere verdi. 100'lik motor. 1.30'a 2 metrelik kuzup Vadimnoy Hyundai motosikli nakpula 25 milyon soğan oldu. Baba sodadan razı mısınız? Razı mı? Normal değil mi? Normal ne hemmesi. Arzan mı? Arzan hemme derselerini koşup zapaskisi var mı, başkası var mı hem verini verdi. Dım yaxşı. Ben özüm razımam. Motosiklim yaxşı. Gelinle alınla. Oldu. Kemçilik yok. Kemçilik yok hiç kan. Hemen ersesini aldık. Komplet. Zapaskesi. Kaski paski hemen esesini berediken. Aydın. Oldu. Ese boğa tebrikliyimiz. İzi maşın olsun. İlahim Basın. başkaların gelsin. Şırın bıratlana. Yerlik kala. Bas ellik.